Ha, siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hindiston tibbiy turizm markazi hisoblanadi. Shu bilan birga O'zbekistonda ham juda ko'p o'zbek do'stlarimizni qabul qilamiz. Bu tashabbusning maqsadi faqat tibbiy turizmni rivojlantirish emas, balki O'zbekistonda ham turizm salohiyatini oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishdir. Bu yerga kelgan shifokorlar juda tajribali bo'lib, uzoq yillardan beri malakalarni o'stirish yo'lida faoliyat olib bormoqdalar. Ular yana bepul ko'rikdan o'tkazish lagerlarini tashkil qilib kelishmoqda. Jigar transplantatsiyalarini nazorat qilib kelishmoqda. Avvalroq esa buyrak transplantatsiyalari va boshqa murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham kuzatib borganlar. Bu yerga uzoq vaqtdan beri kelib turgan ayrim shifokorlar O'zbekiston xalqi bilan do'stona aloqalar o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi. Ular bu yerda katta hurmatga ega. Shuning uchun vizalar doimo tezlashtirilgan tartibda beriladi. Hatto biz shoshilinch holatlarda safarga chiqayotgan bemorlar uchun tibbiy vizalar bir kun ichida berilishini va'da qilganmiz. Bundan tashqari, Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi masofa juda yaqin. Parvoz vaqti atigi 2,5 soatni tashkil etadi. Shu sababli biz do'stlarimizni Hindistonga nafaqat tibbiy turizm, balki sog'lomlashtirish turizmi uchun ham tashrif buyurishga chorlaymiz. Bugungi konferensiya juda foydali bo'ldi, chunki biz o'zbek hamkorlarimiz bilan ko'plab g'oyalarni muhokama qildik. Ularni tingladik. MBS tomonidan vizalarni rasmiylashtirish jarayonini yanada yaxshilashga harakat qilamiz. Tashakkur.